Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xo'p, bitta obyekt olganmiz kapitalniy remontga. Xo'p, eshik ochiladi mana bu joydan ko'radigan bo'lsak. Mana shu bitta xonani mana shu joydan ikkiga bo'linadi mana. Pastiga betonlar quyib tayyorlab qo'yilgan, polli holat. Betonlar quyib qo'ydi. Endi pergornikda qilib uramiz. Xullas shu joydan to'siladi. Mana shu katta xona ikkiga bo'linadi. Kapitalniy remont. Endi eshik ochishda mana loyihada qanaqa ishlar qilingan. Endi bu devor bo'lganligi uchun qo'shimcha eshik ochayotganligimiz uchun mana shu holat tevasiga 16 lik shviller mana ko'rib turgan bo'lsangiz shpilkalar yordamida mana shu holatda mana qatirilgan. Mana bu teshik qolib ketgan teshikka yana shpilka qatiriladi. Bu vaqtinchalikka qo'yib qo'yganmiz xolos. Mana shu holatda. Ya'ni yoniga bu 16 lik shviller bo'ladigan bo'lsa, bu pastdagi 63 lik ugonlikdan qilingan. Yoniga qo'shimcha yana zakladnoylar, ya'ni list bilan berilgan. Tepasiga ham xuddi shunaqa mana 2 dona list berilgan. Bu burchak qismlariga ugonlikni shu 63 lik ugonlikni o'zini kesganmiz. Endi tag qismiga keladigan bo'lsak, mana tag qismi mana bu tarafda ham mana ikki tomonda ham mana shunaqangi anker yordamida qatirilgan. Mana shu ankerlar qatirilgan. Bu ham xuddi ugonlikda qilib qatirib qo'yilgan. Bunaqadan yana bitta bor, hozir ko'rsataman. Mana bu joyda mana xuddi shunaqa yana bitta xonamiz bor. Xonamiz bo'ladigan bo'lsa, tepasi mana shu holatda. Mana ko'rishingiz mumkin. 16 lik shviller. Eshigimiz razmeri ya'ni 1.30, lekin tepaga qo'yilgan shvillerimiz razmeri 2 metrlik shviller ikkita tarafiga qo'yilgan. Mana bu tarafi ham xuddi shunday. Shu shpilkalar yordamida qatirilgan. Ugonliklar o'sha 60 lik ugonlik. Bu joy ham xuddi shunaqa mana beton quyilgan joydan gazoblok yordamida to'siladi. Hammalarga rahmat, foydali videolar tomosha qilishda davom etinglar. Sog' bo'lasizlar. Obuna va like albatta eslaringdan chiqmasin.